Sen kimsan? Sen nima qildingcha shunchalik minnat qiladigan bo'lib? Shu darajada ko'p xizmat qildingmi? Dunyoga kelgan paytingni eslagin. Agar o'shani ko'z oldingga keltirmoqchi bo'lsang, tug'dirgan bolangga qaragin. Tug'dirgan bolang Mayka Tursi bilan dunyoga keldimi? Kostyum shim bilan, ko'yla ishtoncha bilan dunyoga keldimi? Nima bilan keldi? Cho'ntagida 3-4 so'm puli bilan yalang'och keldi-ku. Yalang'och sen ham kelgansan. Sani ustingga Mayka Tursi kiydirgan inshaalloh shular. Senga yangi kostyum shim kiydirgan, tufli kiydirgan shular. Sani o'qitgan shular, sani odam qilgan shular. Odam qilgan shular. Bularsiz sen odam emas eding, odam bo'lmas eding. Agar bular bo'lmaganda sen ham bo'lmas eding. Sen mana shular sababidan dunyoga kelding. 9 oy 9 kun ko'targan onang minnat qilmayapti-yu senga. Sani haligi juvarmay bo'g'ir 9 oy 9 kun ko'tardimi? Bir kecha halovat topib uxla olmadimi? Ko'ynim tusagan narsani yiy olmasdan, ich olmasdan senga zarar etmasin deb ne narsalardan voz kechdimi sen uchun juvarmak demadi-ku. Jonimni o'rtaga qo'yib hayot bilan mamot o'rtasida turib tug'dimi seni? Jonim chiqib ketay degan. O'sha seni tug'ayotgan paytimda azobdan deb demadi-ku. Sen tug'ilgan kuningdan to o'zing yurib hojatga boradigan bo'lguningcha tagingni necha marta yuvdim, baloga yo'liqqur demadi-ku. Kechasilari uyqu bermading, turib emizdim, tagingni tozaladim, axlatingni. Na perchatka kiyganim yo'q, ya sassiq hidingdan hali maska kiyganim yo'q. Jirkanmasdan, erganmasdan seni tozaladim-ku. Demadi-ku, minnat qilmayapti-yu senga. Sen nima qilib qo'ydingki minnat qilasan? Nima dardlarini sug'urib oldingmi tanasidan? Yo g'amlarini sug'urib oldingmi uni vujudi ongidan? Nimaga nima qilib qo'yding minnat qilib? Qilgan bo'lsang otangga qilyapsan, onangga qilyapsan. Olib kelgan bo'lsang otangga, onangga olib kelyapsan. Senga bir kun olib keluvdi-ku, shuncha yil olib keluvdi-ku. Sen endi bitta 2 marta xizmatini qilib qo'yib minnat qilasan.